Dushanba kuni boshlangan bozorcha qanday qilib Tojikiston Respublikasi poytaxti Dushanbe shahriga aylandi. Siz Dervishnot sahifasidasiz va biz tarix sari yo'l olyapmiz. Tojikistonning hozirgi poytaxti Dushanbe dastlab qadimiy siyosiy markaz sifatida emas, balki dushanba kuni tashkillashtiriladigan bozor atrofida vujudga kelgan savdo qishlog'i sifatida shakllangan. Shaharning nomi ham tojikcha Dushanbe, ya'ni dushanba so'zidan kelib chiqqan. Manbalarda bu aholi punkti 17-18 asrlardayoq qayd etilgan. 18-asr boshlarida bu yerda kichik bir qo'rg'on bo'lgan. 19-asrga kelib esa Dushanbe mahalliy savdo-hunarmandchilik markaziga aylangan. 19-asrning ikkinchi yarmi, 20-asrning boshlarida Dushanbe mang'itlar hukmron Buxoro amirligi tasarrufida bo'lgan. Zero aynan shu davrda Hisor va Dushanbe hududi Sharqiy Buxorodagi siyosiy kurashlardan so'ng Buxoro amiri tasarrufiga o'tgan edi. Shu sababli Dushanbening ilk tarixi bevosita Rossiya mustamlaka ma'muriyati bilan emas, aynan Buxoro davlatchiligi bilan chambarchas bog'liqdir. Amirlik qulagach, Dushanbe Sharqiy Buxoro Sovet hokimiyatining asosiy tayanch nuqtalaridan biriga aylandi. 1924-yilda O'zbekiston SSR tarkibidagi Tojikiston ASSR poytaxti maqomini oldi. 1925-yilning mart oyidan e'tiboran bu yerda hukumat to'laqonli faoliyat yurita boshladi. 1929-yilda esa shahar alohida ittifoqdosh respublika Tojikiston SSRning poytaxtiga aylandi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni yoqtiruv tugmasi bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang hamda Dervishnot sahifasiga obuna bo'ling.